qo'y boqishda, mol boqishda, o'zi umuman tirik jon boqishdagi har bir biznesda eng katta siri bor. Buni ko'pchilik ahamiyat bermaydigan sir. Mana shu qo'y mollarni hamma bir xil boqadi, bir xil onadan tushgan buqa yoki bir xil onadan tushgan qo'chqorni boqing, ikkita xonadonni. Alloh rizqi hammaga har xil beradi. Har xil semirishi mumkin. Lekin eng sifatli, eng yuqori daromad olaman desangiz, bu sirni hech qachon esingizdan chiqarmang. Har bir kuningizni, har bir daqiqangizni ishlating. Molni oldiga keldingizmi, uyingizda yotibsizmi, mol bilan bog'liq har bir daqiqada bu ishni обязательно qilishingiz kerak. Ovqat berayotganda, har bir holatda suv berayotganda, yemini tayyorlayotganda bismilloh bilan boshlang. Chunki bu tirik jon borki, Allohga bo'ladi. Keyin har kuni ertalab, kechqurun oyatal kursi. Buqalarimga qarab, qo'ylarimga qarab oyatal kursini o'qib qo'yaman. Ana o'shanda bitta ham patera bo'lmaydi. Semirmay qolgan buqa yoki ozib ketgan qo'y bo'lmaydi orasida. Oyatal kursi eng zo'r yem shu o'zi aslida. Shu duoni o'qing, Alloh baraka beradi. Qanaqa qilib ko'payib, qanaqa qilib oyiga 8,000-9,000 qo'ydan foyda olishi siri mana shunda. Men aytsam ustimdan kulishadi. Hozir bu videolarni endi boshlab qo'yganmiz, hali hamma o'rtoqlarim ustimdan kuladi. Bu senga molmidi yoki mashina arendasimidi, bitta qo'y qanaqa qilib 800,000 foyda beradi, jinnimisan deb choyxonada mana shu ko'rib turganlar orasidan ko'rib hozir kulayotgandirsizlar. Lekin haqiqatda o'zi sotib olib bergan qo'y 58 kilolik qo'chqorini bir oydan keyin kelib 74 kiloga pul sanab olib berib ketdi, lekin ishonmaydi bunga. Ko'zi bilan ko'rib tarozi tekshirib oldi. Hammasini siri men oyatal kursida deb o'ylayman. Mol boqish, qo'y boqish bu oddiy oson ish emas. Mol boqishdagi asosiy 3 ta belgi yoki 3 ta maqsad yoki 3 ta nima deydi, qonun yoki qo'y boqishdagi 5 ta qonun. O'rtoqlar, bular chegarasi yo'q, bu katta bir ilm. Bu katta ilm. Endi bu ilmni o'rganib, bu ilmdan foyda olish uchun hamma narsa to'g'ri bo'lishi kerak. Endi faqat biz moldan foydalanamiz, moldan foyda qilganimizdagi xonadon ham tinch bo'lishi kerak. Xonadon tinch bo'lish uchun molni tagiga qaragandan keyin fizikiyga kir bo'lish kerak emas, o'ziga kasallik yuqib olish kerak emas. Har kuni ani bo'qqa botib, mana siz xotinga yoqasizmi aka? Chunki ularga forma qilib qo'ysangiz, kerakman xursandlar. Molni to'ydan chiqqandan keyin hadeb cho'milavermaysiz. Eng asosiysi, unga perchatka kiyib olib qaraysiz. Molda hozir kasallari ham ko'p. O'tir, yana nimadir teri kasalligi bitganida sizga yoki bola chaqangiz yuqib qolib qiynamaydi. Mana shu formadan обязательно qilib olinglar, arzimagan pul turadi. Ani medtexnikalar sotadigan kattaroq aptekalarda bo'ladi, o'shandan olib qo'ysanglar 50 ta olib qo'ying, optim qilib 4 yilga bemalol yetadi.